Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abror Muxtor Ali qochib ketdi. Unga ikkita donagina savol berdik, ammo u oxirgi savolimizcha uni qo'rqitib yuborish shekilli qochib ketib qoldi. Og'zidan ona suti ketmabdi, u ketmabdi, bu ketmabdi. Endi 19 yosh ekan deb sekin dumi tugilib qochib qoldi. Bilmadim, nimani yomon savol berdim bilmayman. Qochib ketib qoldi. Yomon tush ko'rib chiqaman deb qo'rqitish kerak. Shu bilan tushimda ko'raman, shu savollar yoqmadi deb qochib ketish kerak. Yo, yana Ibrohimdan borib kalta yeb qaytib kelaman deb qochib ketish kerak. Men Ibrohim deb o'yladim, men bilmayman. Abror, men Ibrohim emasman. Ibrohimga katta rahmat, muvahhidga, Ibrohim muvahhidga. Iloji bo'lsa Ibrohim muvahhidga iltimos qilardimki, bu safar qattiqroq shu Abrorni kaltaklashini. Bu safar ham endi Ibrohim kaltaklasa, bu safar ham Abror insof kirmasa, endi bilmadim endi. Bahsdan qochdi. O'zi bahsam deb bo'lmaydi buni. Ikki dona savolga qochib ketdi. Yana savol yo'qmi deb qochib ketdi. Prezidentim mujikmish. Prezidenting mujikmi sen? Ha? Abrorjon, prezidenting mujikmi sen? Ha? Seni prezidenting mujikmi? Mujik bo'lsa eshitib qo'y gapini. Shirk bo'lgan gapini. Yaxshi kunlar bo'ladi, yaxshi niyatlar amalga oshiramiz. Men bugun kirib ziyorat qilaman, mana shu Naqshbandiy bobomizga iltimos qilamizki, mana shu hamma bolalar yo'q bo'lib, mana shu ikkita rayonimizda xalqiga o'zi tinchlik, osoyishtalik, barakotini bersin. Shu Prezidentingning yonidagi hamma bolalar yo'q bo'lib, iloyim mana shu ikkita rayonimizning xalqiga degan gapida yonda odamlar ilohim deb turibdi-ku. Ularni hukmi endi ularni ham hukmi kufrmi yo'qmi bilmayman. Alloh biladi yo'g'ini. Lekin prezidentingning gapi shariatdagi hukmini mendan ham balkim yaxshiroq Abror biladi. Ibrohim biladi. Mahmud Abdulmo'min degan ustozimiz biladi. Abdulloh Sufar biladi, boshqa biladi. U Shukurulloh domla degani bor. U biladi. Shu bitta Shukurullohga savol bersa, do'ppisindagiga kirib ketib qoladi-ku. Qani desa yo'q. Bo'ldi deydi. Yo'q Shukur, yo'q. Sallasi bor xolos deydi. O'zi yo'q. Sallasincha kirib ketib qoldi. Anta Mavlana fansurna ala qawmil kafirin. Anayasam Kur'an sünnet Resulullah'tan emanet, sabrın sonunda var cennet, hüküm yalnız Allah'ındır. Anayasam Kur'an sünnet Resulullah'tan emanet, sabrın sonunda var cennet, hüküm yalnız Allah'ındır.